Men aytamanki, 5 deyman. Ana, tayyor. Menimcha to'g'ri o'ynamayapsan. Bolalar, bu yoqqa. Kelinglar birga kulishamiz. O tugmadi va yoqin to'yu sizning yaqin do'stingiz Gideon. Lil Gideon. Gideon. Nima, u bizni yo'q qilishga harakat qilyaptimi? Bu yaramas meni aldab, doim kulbani yo'q qilishni o'ylaydi. U meni narsalarimni o'g'irlayotganini ko'rgandim. Unga bo'lgan nafratimiz bizni birlashtiradi. Marhamat qilib Lil Gideon chodiriga tashrif buyuring. Tez orada shu yerda quriladi. Bundan tashvishlanishimiz kerak. Qo'ysangchi, Gideon kulbamni egallash uchun mening ishlarimni buzishi yoki bo'lmasa. Aynan hozirgidek demoqchimisiz? Xo'sh, 38, 41. Voh, betisga jannat. Gideon. Stefan, biz bu yerga tasodifan kelib qolganga o'xshaymiz. Xuddi mushuk va sichqon xavfli o'yini kabi. Ammo bu yerda bitta savol bor. Bu yerda mushuk kim? Masalan, So'z bu yoqqa ber. yo'q, Spirga emas. O'ldirishyapti. Sen meni so'zlarimni eslab qol, Stefan. Bir kun kelib albatta bu hujjatlar meniki bo'ladi. Keyingi safar bu hujjatlarni o'g'irlayman. Sirli kulbani boshqa qaytib ko'rmaysiz. Omadingni bersin. Bu seyfning parolini topa olmaysan, chunki u bitta joyda, mening miyamda saqlanadi. Sizni miyangiz siz o'ylaganchalik xavfsiz emas, Stefan qarag'aylari. Bu oxirgi tomchi. Bu kitobning katta sirlarini ochish vaqti keldi. Gravity Falls 19-qism. U qadimiy narsani g'arbga olib bordi. Va uni odamlar kun davomida charchadi. Menda ham shunday. Dinamaki, nimaga biz film ko'rmayapmiz? Yaxshi yigitlar filmi. Bu film juda ham ajoyib. Ko'rsangiz yoqib qoladi. Do'stlar, Oskonada ko'rsapalak Omega barmoqlari bilan teginishga harakat qildi. Qo'rqmanglar, hammasi nazoratim ostida. Bu ishni Dipper hal qiladi. Yes. Nimaga men bilayman? Chunki hayot adolatsiz. Qani endi bor, biz televizor ko'ramiz. Yo'q, Steynam aka. Siz har doim men bo'lmag'urishlarga buyurasiz. Bu safar oyog'imni tirab turib olaman. O'sha yerga borasan, dedim. Mayli, boraman. Shu ahmoqona ishlarni. Esingizda bo'lsin, ko'rshapalaklar sizdan ham qo'rqoqroq. Men o'rdaklarni o'ylayapman. O'rdaklar. Kvak, 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 kvak. Bu dezinfeksiya moddasi. Nimaga Steynam hamma ishni menga buyuradi? Ayniqsa o'sha ishlar qiyin va og'ir bo'ladigan bo'lsa, o'sha ish avtomatik tarzda menga yuklanadi. Nimaga ekan, nima deb o'ylaysizlar? Super, Steynning shaxsiy hayot sirlari iborat. Chig'arog'iga tilingni teksa olmaslik siridek. Qilolmaysiz,